Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi ish kunimizni ham tugatdik. Xudo xolasa ana ishlarimiz ko'rishlari mumkin. Bugun akkulatlarimizni oq kraskasini sepdik, lakli kraska. Bular oynali tomonni chiqadigan taraflari chiroyli qilib sepib, bu tarafda eshiklarimizni ham tugatib, bu tarafda korobkalari. Bular ham ideal holatda chiroyli bo'lib chiqdi. Petlalarni o'rni ham ochilgan. Kraskadan keyin ochilmadi. Chiroyli qilib hozir ochib olganmiz. Kraskaga kirishdan oldin ochib olganmiz. O'yilib netmaslik uchun. Eshiklar ham xuddi shu holatda, qulublari, oshma-oshiqlari ochilgan. Ishlarimiz chiroyli bo'lib bityapti, xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz. YouTube kanalimiz ham bor bizni. O'sha Instagramimiz profiliga kirsalaring, silkasini joylab qo'yganmiz. Atda ham oldingi qilgan ishlarimiz, ma'lumotlar, foydali videolar bor. Kirib ko'rsalaring bemalol bo'ladi.